Vrachlar operatsiya dedi. Kvadratniy mushak Kuchi yo'q edi, lekin 10 yillik azobim bir charchoq bo'yin muskullari spazm energiya sarflab chiqadi. bel og'rig'iga sabab Umurtqasi qisilib ketaveradi. Nima shikoyatlaringiz bor sizda? Ayni paytda bezovta qilyapti. Asosiy shikoyatlarim ertalab turganimda belimdagi og'riqlar, qo'limdagi og'riqlar, holsizlik, kechasi uyqusizlik bezovta qilyapti. Bosh og'riqlari bezovta qilyapti. Bu yerda hozir MRT bo'yicha girija yo'q sizda. Bitta girija oldi xolos, protruziya bor. Endi girija o'sha bosqichga ketyapti. Kelajakda girija chiqishi mumkin. Bunda hozir sizda umumiy holatingiz bo'yicha tanadagi mushaklar normada ishlamayapti. Sababi ertalab turganingizda charchoq, og'riq bo'lsa, belni qotishi o'zi asosiy sababi. Belda mana kvadratniy mushagida qon tomir kam bo'ladi. Kechasi yotasiz, ertalab turganingizda qotib qoladi. Qon tomir kam, o'sha mushak yaxshi ishlamaydi. Qon aylanishi, kровообращение yaxshi bo'lmaydi u yerda. Ertalab qotib uyg'onaverasiz. Umumiy boyagi mushaklar balansi yaxshi bo'lmasa, bittasi yaxshi ishlab, bittasi yaxshi ishlamasa, odamda mushak ko'pda 600 dan ortiq mushaklar bor. O'shalar joy-joyida ishlamasa hammasi kechasi bilan sizda energiya sarflab chiqadi. Energiya sarfi bo'ladi. Natijada ertalab charchoq bilan uyg'onasiz. Kun bo'yi kuningiz keyin yaxshi o'tmaydi. Tana charchaydi, ish qilasiz. Tana o'sha nagruzkaga javob bermaydi. Belni umurtqasi qisilib ketaveradi. Bu yerda girija asosiy kasallik emas, o'sha girijaga olib kelgan kasallikni lechena qilish kerak. Yana nimalar bezovta qiladi? Mana ichki organlarda, Ichki organlarda yurak qisilishi, ertalab turganimda, nafas olish tizimida o'zgacha muammolar, o'shalar bezovta qilyapti. sizda bu yerda kompleks lechena qilish kerak. Kinezologiya o'zi shunday soha, 3 ta yo'nalish bo'yicha lechena qilinadi. Birinchisi emotsiya, keyin struktura. Agar emotsiyada mana qo'rquv, vahima, asabiy holatingiz bo'ladigan bo'lsa, emotsiya sizni tanangizda struktura bilan keyin bioximiyani buzib qo'yadi. Ya'ni qon aylanish, bu yerda gormonal fonlarni buzib qo'yadi. Agar gormonal fonlarda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, struktura bilan emotsiyani buzib qo'yadi. O'sha uchalasini bog'lagan holda lechena qilamiz. Lechena tartibi qanday bo'ladi? Sizni birinchi kun tekshiramiz. Tekshirganda kasallikning sababi chiqib ketib kelaveradi, sizga aytib ketaveramiz. Mana shu yerda shunaqa muammo bor. Konsultatsiya qilish jarayonida birdan lechena bo'lib ketadi sizda. Birinchi kun lechenani olasiz, lechenani olib bo'lgandan keyin sizda qanchadir o'zgarish bo'ladi. 20%, 30% o'zgarish bo'ladi. Birinchi kundan keyin sizga lechena kuni tayinlanadi, holatingizga qarab. Lechena kuni 5 kun, 7 kun, 10 kungacha tayinlaymiz. Bu bemorning holatiga qaraymiz. Sizni holatingizga qarab lechena kuni tayinlaymiz. Birinchi kunda 10% o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, keyin o'sha foizi ko'payib, oxirgi lechenaning oxirgi kuni katta natija olasiz. Sizda lechenani tugatganimizdan keyin endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Mushagim ishlamayapti. Sizlar to'g'rilab beriladi, yana orqaga qaytib qoladimi, yo'qmi degan narsa. Yana o'sha kuchsiz bo'lib qoladimi, yo'qmi degan savol tug'ilishi mumkin. O'sha narsa takrorlamasligi uchun lechenadan keyin bizda yangi sohani qo'shganmiz, ya'ni kinezologiyadan keyin kinezoterapiya degan narsa. Bu narsa siz lechenani olib bo'lib, kinezoterapiyaga tushib, o'sha ishlamayotgan mushagingizga shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Uni kinezoterapiya mutaxassisimiz o'zi shug'ullanadi. Bu narsa yozib beriladi. Mana shu mushagingiz ishlamayapti, bunga ishlash kerak degan yo'llanma yo'naltiramiz. bu bemorimiz kasblari usta bizga bel og'rig'i bilan murojaat qilib keldi. Hozir bel og'rig'ining sababini aniqlaymiz. Tirsakni bukmagan holatda men itaring deganimdan keyin qo'lingizni orqaga itarasiz. Orqaga itaring. Qo'l gipotoniya bo'shab ketib qolgan. Hozir buning sababini topamiz. Itaring. Mana qo'lga kuch endi. Boya gipotoniya edi, hozir norma tonusga keldi. Orqaga itaring qo'lingizni. Bu qo'lim gipotoniya chiqyapti, yana taring orqaga. Jag'ingizni katta ochingchi. Endi taring. Orqaga taring, orqaga. Yo'q, jag'dan chiqmadi. Bo'yinga tomonini oching. Taring orqaga. Bo'yinda bu tomonda ham qisilish bor.
bo'yinning licheniyasidan so'ng tekshirib ko'ramiz. Qo'lingizni orqaga taring. Qo'lga kuch keldi, norma tonusga tushdi. Uxlashimizdan oldin oyoqni norma tonusga tushirib olamiz. Oyog'ingizni tizzani bukmagan holatda tepaga ko'taring. Ko'taring. Oyog'im gipotoniya. Ko'taring tepaga. Bo'shashib ketgan oyog'im, bunisini ham tekshirib ko'ramiz. Yana tepaga ko'taring. Ko'taring. Yo'q, buni licheniyasini qilamiz endi. Licheniyasidan so'ng oyoqni tepaga ko'taramiz. Mana muammo yo'g'on ichakdan chiqyapti. Yo'g'on ichakni licheniya qilganimizdan keyin oyoq norma tonusga tushyapti. Tepaga ko'taring. Qo'lingizni tepaga ko'taring. Nariyoqqa bosing. Bu tomonga. Bosing. Yaxshi bo'sh qo'ying. Qo'lni bo'sh qo'ying. Yana tepaga ko'taring. Bo'sh qo'ying. Yana tepaga ko'taring. Bo'sh qo'ying. Tishsimon muskulning o'rta porsiyasi ishlamayotganida, uni licheniyasidan keyin mana tepaga ko'taramiz. Bu ham norma tonusga tushdi. Oyog'ingizni yonboshga ko'taring. Ko'taring. Yana ko'taring. Bu muskulimiz ham gipotoniya chiqyapti. Buni ham licheniyasini qilamiz. Hozir lateral sepda kuch yo'q edi. Licheniya qilganimizdan keyin lateral sep norma tonusga tushdi. Boshqa taraf. Tekshiruvlarimiz shuni ko'rsatdiki, bemorimizdagi bel og'rig'iga sabab bo'yindagi siqilish, muskullardagi spazm sababidan bel og'riyotgan ekan. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Bo'yin muskullari spazmga tushib qolib, nervlarni qisib qo'ygan, butun tanani bo'shashtirib bergan, shunda butun nagruzka belga tushgan. Assalomu alaykum aziz qadr-baland qadrdonlarim. Mana men yoshim 62 yoshda Qashqadaryoning Shahrisabz shahridan kelganman. 10 yildan beri oyoq kasalligi bo'yicha muammom juda katta. Bormagan joyim, bormagan klinikam qolmadi. Hech qaysidan bir umid shifo topolmadim. Oxirgi tashxis vrachlar operatsiya dedi. Grejani operatsiya qilib olib tashlasak, shu bilan qutulib ketasan dedi. Lekin bir o'rtog'im sababli mana shu Surxondaryo viloyatining Denov shahridagi Neomid klinikasiga keldim. Bu klinikada men hayratga qoldim. Chunki 10 yillik azobim bir kunda og'riqsizlikni his qila boshladim. Bu yerdagi vrachlarning tashxisi, bu yerdagi hamshiralarning ko'rsatgan xizmati tufayli 5 kun davolandim. Davolanish natijasida menda o'sha og'riqlardan xalos bo'ldim. Jon Jo'rayevni eshitib, mana Yusufjonlarni eshitib shega keldim. Bular juda shirin so'zli. Birinchi o'ringa shirin so'zlari bilan davolaydi. Medsestralari ham, hamma ishlovchilarga katta rahmat aytaman. Hammalari shirin so'zlik, juda odobli, tarbiyali. Mana davolanganimga 5 kun bo'ldi, holatim ancha yaxshi, yengilman. O'zimni yengil his qilyapman. Oldingida yursam, oyog'imni og'rig'i tutib ushlab qolmayapti. Yaxshiman, ahvollarim juda yaxshi.